Biz Qo'qonda bo'lganimiz uchun har xil viloyatlardan, shaharlardan zaявkalar tushadi-da. Biz ko'pincha endi Qo'qon shaharida ichida bo'lmaganligini hisobiga biz borib servis ko'rsata olmaymiz. Usta chaqirsa ham uzoq vaqtda kelyapti, nima qilishimizni bilmayapmiz, diagnostika qila olmaymiz, rotorimiz zibros bo'lib ketgan, nastroyka qila olmaymiz. Ancha vaqt ketib qolyapti deyishyapti. Agar-ku qizil chiroqcha yonib los bo'lib qolsa, unda aniq kabeldan bo'ladi. Agar qizil chiroqcha yonmagan bo'lsa, unda muammo Wi-Fi rotordan yo kuygan yoki o'sha zibros bo'lib ketgan, mana shunaqa holatlar bo'ladi. Mana shu holatlarni oldini olish uchun yechim qilib, usta chaqirmasdan, kutmasdan o'sha ustani puliga keladigan narxda Wi-Fi kurs 0 dan o'zingiz полностью zibros holatidan ham, hattoki qo'shimcha rotorlar, deko, mesh sistemalar va ko'plab ma'lumotlar bor kursini yaratib, tayyor qilib qo'ydik. Silka orqali o'tib bemalol foydalanib, o'zingiz uchun o'rganib olsangiz ham bo'laveradi. Bu hayotda ko'pchilikka kerak bo'ladigan ma'lumot deb o'ylayman. Sababi hammaning uyida Wi-Fi borda hozirgi kunda. Shuni hisobiga o'tib o'rganib olsalaring ancha foydali ma'lumotlar bor. Xudo xolasa afsuslanmaysizlar, bemalol qo'shningizmi, o'zingizmi, hattoki bu kursdan keyin o'zingiz Wi-Fi ustasi bo'lsangiz ham bo'laveradi. Bemalol shu darajada ma'lumot ko'p. O'zimga uverang gapiraman. Ko'pchilik ustalar bilmaydigan ma'lumotlarni ham berib o'tganmiz.